Nikohni saqlab qolish uchun qo'limdan kelgan hamma narsani qildim. Ammo oxir-oqibat juda muhim va achchiq bir saboqni angladim. Agar inson allaqachon ketishga qaror qilgan bo'lsa, uni sen bilan qolishga majburlab bo'lmaydi. 2015-yilda rafiqam menga ajrashmoqchi ekanini aytdi. Men munosabatlarimiz uchun kurashish, avvalgidek bo'lgan tuyg'ularni qayta tiklash mumkinligini unga isbotlash g'oyasiga yopishib oldim. Buning uchun 40 kunlik munosabatni qaytarish kitobidagi tavsiyalar asosida harakat qildim. Sovg'alar berdim, xatlar yozdim, syurprizlar uyushtirdim. Ammo u doim bir xil javobni takrorladi. Men endi buni xohlamayman. Dindor inson sifatida men doimo ajrashish biz uchun emas deb o'ylardim. Muqaddas kitoblarda ham nikoh umrboqiy deb o'rgatiladi. Ammo agar ikkinchi inson endi birga davom etishni xohlamasa, nima qilish kerak? Men oxirigacha kurashdim, to nihoyat eng muhim haqiqatni anglamagunimgacha. Muhabbatni majburlab bo'lmaydi. Bu har kuni qilinadigan tanlovdir. Agar kimdir seni tanlashdan to'xtasa, qanchalik og'riqli bo'lmasin, uni qo'yib yuborishni o'rganishga to'g'ri keladi. Ideal erligi va yaxshi insonligi uchun tashlab ketilgan Kaka hikoyasi.